Assalomu alaykum. Bugungi mavzu stress haqida. Nima uchun uzoq vaqt stress holatida yurish mumkin emas? Stress degani bu kayfiyatni tushkungi holatida mumkin emas. Siqilib yurish mumkin emas uzoq vaqt. Hammamiz bilamiz, bu stress sog'liqqa juda ham yomon ta'sir qiladi. Odamning quvvatini olib qo'yadi, tushirib yuboradi. Va hamma narsaga hafsalasi ham tushib ketadi. Hayotga intilishi ham tushib ketadi. Endi dardga bu albatta olib keladi. Nima uchun? Nima uchun deganda stress holatida tanamizdagi hamma qon tomirlari torayadi. Ya'ni ichki a'zolariga qon olib keladigan, ovqat olib keladigan, kislorod olib keladigan arteriya qon tomirlari torayadi va shu hisobidan bu a'zo yaxshi ishlamay qo'yadi. Chunki ovqat yaxshi kelmayapti, kislorod kelmayapti. Yurakda qon tomiri toraysa, yuragi "Voy, yuragim jiz aytdi" deydi. "Voy, yuragim sanchidi" deydi. Bu qon tomirining torayishi, yurakdagi qon tomir torayishi. Agar u ko'proq siqib tursa, infarktgacha olib keladi. Oshqozonda qon tomiri siqilsa, gastrit bo'ladi. Ko'proq siqib tursa, oshqozon yarasiga olib keladi. Bosh miyada qon tomirlar toraysa, migren bo'ladi, bosh og'riydi. Ko'proq siqib tursa, ishemический insultga olib keladi. Oshqozon osti bezida esa qand diabetiga olib keladi. Ayollarda bachadonida bo'lsa, bu miomaga olib keladi. Butun tanadagi qon tomiri toraysa, odamning qon bosimi ko'tariladida, boyagi davleniyaga olib keladi. Buning hammasining alomati bu stress holati. Stress holatining sababi nima? Albatta aytamiz, bu xotin, bu er, bu bola chaqa, yana ishdagi muammolar, ko'chadagi muammolar deb har doim stressning sababini biz ko'rsatamiz. To'g'rimi? Lekin stressdan chiqib ketmasa bo'lmaydi.